xorijda ta'lim olayotgan yoki mehnat faoliyatini olib borayotgan O'zbekiston fuqarolarining qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular bilan doimiy muloqot o'rnatish, qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish bo'yicha chet eldagi diplomatik vakolatxonalarimiz tomonidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Turli konsullik huquqiy xizmatlari ko'rsatish ushbu sa'y-harakatlarning muhim tarkibiy qismi deyish mumkin. Yurtdoshlarimizga yanada qulayliklar yaratish maqsadida elchixona tomonidan muntazam sayyor qabullar o'tkazib kelinadi. Jumladan O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi tomonidan 14-15 iyun kunlari Kanadaning Toronto shahrida vatandoshlar uchun sayyor konsullik qabuli tashkil etildi. Qabul davomida Kanadaning Ontario, Britaniya Kolumbiyasi, Kvebek, Manitoba va Alberta hududlarida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizga konsullik yordami ko'rsatildi. Jumladan hamyurtlarimizning vaqtinchalik konsullik hisobiga qo'yish, pasport rasmiylashtirish, O'zbekistonga qaytish guvohnomasini olish va notarial xizmatlar ko'rsatish bo'yicha murojaatlari hal etildi. Vatandoshlar o'z navbatida mamlakatimiz hukumatiga xorijdagi O'zbekiston fuqarolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ko'rsatilayotgan e'tibor uchun minnatdorchilik bildirishdi. O'zbekiston elchixonasi Torontoga kelganiga biz juda ham xursandmiz. Shuncha odam ishlari bor ekan, savollari bor ekan. Shuncha odamning hojati chiqyapti. Biz shunga juda ham xursandmiz, minnatdormiz. Biz pasportimiz уже muddati tugayotdi bolalarimniki. Mana AQShdan elchixonasidan bizga yordamga kelishdi. Biz hozir pasportimizni almashtirishga berdik. Biz juda ham xursandmiz bundan. Xizmat juda ham sifatli, juda ham tez xizmat ko'rsatishdi. Hammasi uchun rahmat. Biz uchun ancha qulayliklar tug'dirishdi. Yo'qsa Washingtonga borib yoki O'zbekistonga borib viza bo'yicha, pasport bo'yicha ishlarimizni to'g'rilashga to'g'ri kelardi. Shuning uchun biz uchun juda katta imkoniyat bo'ldi va boshqa vatandoshlarimiz uchun ham katta imkoniyat tug'ildi. Buning uchun hammalariga rahmat aytamiz.